Mobile ipidan ignasigacha 365 kunni prov olamiz. 5-kun. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile'dagi xaritalar haqida ma'lumotlar olamiz. Men turnirlarda o'ynaladigan asosiy kartalarni tanladim. Bular bizda Erangel, Miramar, Sanok. Birinchi karta bizda Erangel. Bu karta PUBG Mobile'dagi birinchi karta hisoblanadi va bu 2018-yilda qo'shilgan. O'lchami 8 km ga 8 km. Asosiy joylari Pachinki, Skul yoki Sosnovka bo'lishi mumkin. Yer shakli o'rmonlar, ochiq dalalar, daryo va tepaliklardan iborat. O'yin uslubiga keladigan bo'lsak, xoh yashirinib yuring, xoh ochiq jang qiling, ikkalasiga ham mos keladi. Ikkinchi karta bizda Miramar. Bu karta 2018-yil aprel oyida qo'shilgan. Bu kartaning ham o'lchami 8 km ga 8 km. Asosiy joylari El Pozo, Pecado yoki San Martin bo'lishi mumkin. Yer tuzilishi katta cho'l, ochiq joylar va baland tog'lardan iborat. O'yin uslubiga keladigan bo'lsak, asosan uzoq masofalardan faytlar amalga oshiriladi. Mashinasiz omon qolish ehtimoli kam. Va nihoyat 3-karta Sanok. Sanok 2018-yil sentyabr oyida o'yinga qo'shilgan. Bu xaritaning o'lchami 4 km ga 4 km bo'lib, asosiy joylari Bootcamp, Paradise, Resort, Ruins va hokazo. Sanokning yeri qanday? O'rmonli orollar, ko'priklar va daryolar bilan to'la. Kunlik foydali videolar uchun obuna bo'ling.